Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun bunaqa antikvar narsa topilib qoldi, qo'limga tushib qoldi. Qarang. Batareyalar 71-yilgi batareyalar. Qarang, plus minus elektrolit ekan bu. Qog'oz qolipga quyma bo'lgan ekan o'sha paytda. Bo'lib ham sentyabrmikan 71-yil 7-oymi 8-oyda sentyabr bo'lsa kerak. Bunaqa. Bahosi ham 17 tiyin bo'lgan ekan, qarang. 4,5 voltlik batareyka. Bunaqa narsa, kamyob narsalar tushib turadi. Qarang, narxi ham yozilgan mana. 70 qilib qo'yaylik, teskari ko'rinyapti ekan. Mana 17 tiyin, 17 kopeyk. Hranение 6 месяцев yozgan. 76-yilgi batareykalar 4,5 voltlik. Qarang. Bunisi 71-yilgi balonisi. Mana yonida turibdi. 71-yilga. Ona batareyalar. Hozir hisoblasak 55 yil bo'ladi-da. 55 yildan beri qayta turgan ekan bu. Yozuvlarini qarang. Bo'lib mana tarozi ko'rsatib turibdi 774 gram. Shu 5 ta 6 ta batareyka. Bunaqa priborda ichidan chiqdi shu 10 metr batareykalik priborda ichidan chiqdi shu antikvar. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan like bosasizlar degan umiddaman. Yana mana shunaqa antikvar narsalardan chiroq bosa tashlaymiz. Kanalimga a'zo bo'lib qo'yinglar. Redki chiqib qolyapti shu narsalar. Ko'rishguncha omon bo'linglar.